onasi sezadi-ku baribir bolasi bunaqa kasal emasligini. Sizning amaliyotingizda eng esda qolarli bola qaysi bo'lgan? Mani amaliyotimda shunday bola kelgan, uni holati juda ham nevropatolog diagnozi autizm bo'lgan. Lekin men uni ko'rganimda vitaminoterapiya, onasida vitamin tanqisligini hisobiga bola holsizligini ko'rdim. Birinchi o'zim profilaktika uchun massaj qilib, reabilitatsioniy qildim. Shunda ham yurmadi. Keyin vitaminoterapiya ichki organlarini vitamini kamligidan bola holsizligini bildim. Vitaminoterapiya batlanib buyurdim, dori buyurmayman. Omega bilan multivitamin, vitamin D buyurganimdan keyin bola yura boshladi, harakatlari aktivlashdi, holati o'zgardi. Bu menga boshqacha o'zgarish bo'ldi hayotimda. Nevropatolog qo'ygan diagnozi noto'g'ri ekan. Bola juda ham aktiv, unaqa kasali yo'q. Ota-onasi juda ham davolni, rahmat. Men bolamni bunaqa kasalligiga ishonmagan edim. Mana shuncha baroda dori yozib bergan edi-da, endi men dori chekaman. Uni qilmadim, men bolamga bunaqa emasligini, bola zo'r hozir.